Gun qishloq xo'jaligida suv resurslarini tejash va yuqori hosil olishda Xitoy agrotarmog'i dunyoda ilg'or hisoblanadi. Ayni shu bo'yicha o'zaro tajriba almashish maqsadida Toshkent viloyatidan bir guruh fermerlar Chin yurtiga borishdi. Yaqinda Toshkent viloyatida 15 nafar fermer Xitoy Xalq Respublikasiga borib, qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yuritayotgan kompaniyalar tajribasi bilan bevosita tanishdi. Safar doirasida viloyat fermerlari Xitoy davlatining yirik kompaniyalari vakillari bilan muloqot o'tkazdi. Prezidentimiz tashabbusi bilan biz Xitoy davlatiga bordik. Xitoy davlatidagi paxta, g'allachilik yetishtirayotgan barcha qishloq xo'jaligi yetishtirayotgan mahsulotlarni o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik. O'tdagi olib borilayotgan ishlarni ko'rdik. Paxtaning bo'yi hozirgi kunda 1.20, 1.30 bo'lib turibdi. Paxtaning ichiga kirdik, ko'saklar mana bugun ertaga ochilaman deb turibdi ko'sak. Har bitta ko'chatda 54 ta, 55 ta sanadi ko'sakni. 50 senlardan 80 senlargacha paxta olar ekan. G'allachilik sohasida ham suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish, iqlim sharoitiga mos navlarni tanlash va agrotexnik tadbirlarda inson omilini maksimal darajada kamaytirish orqali yuqori hosildorlikka erishilmoqda. 65-70 sentner olib xursand bo'lib yurdik. Lekin biz borgan joyimizda hozirgi kunda g'allalarni ko'rdik. O'tda eng kami 120-150 sentner g'alla olyapti. Plyonka ostiga ekilgan, tomchilatib sug'orish, keyin yomg'irlatib sug'orish. Bizda hali g'alla bo'yicha yomg'irlatib sug'orish bor, lekin tomchilatib yo'q edi. Biz borib tomchilatishni ham ko'rdik. Bitta tubda o'rtacha o'zimiz hisobladik, 91 ta boshoqsan ko'rdik. U degani biz o'rtacha hisob kitob qilsak 120-150 sentnergacha g'alla olsa bo'lar ekan. Joriy yilda viloyatda mavjud 13,7 ming gektar uzumzorning 2,9 ming gektari rekonstruksiya qilinib, 4,7 ming gektari beton ustunlarga ko'tariladi. Viloyat delegatsiyasi mazkur yo'nalishda ham muayyan natijalarga erishib, qator hamkorlik bitimlarini imzoladi. Bizda 1 gektar yer maydonidan 10-15 tonna mahsulot hosil olinadigan bo'lsa o'zimdan, ularda 40-45 tonnalab hosil olinar ekan. Bizda masalan 2000-3000 ta ko'chat ekiladigan bo'lsa, ularda 300 ta ko'chat bilan bizdan 3-4 barobar yuqori hosil olar ekan. Biz kelishuvga ham erishdik. Ular biz Oqqo'rg'on tumanida 100 gektarga yaqin maydonda shu ochiq hamda issiqxona shaklida uzumzor tashkil qiladigan bo'lishdi. Shuningdek, o'zbekistonlik fermerlar yillik quvvati 4000 tonna bo'lgan suyultirilgan azotli o'g'itlar ishlab chiqarish korxonasi hamda yangi avlod tomchilatib sug'orish texnologiyalari bilan ham yaqindan tanishdilar. Siz Fakt 24 dasturi bilan tanishdingiz. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'ling.